Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun biz sizlar bilan mana bu devor yoki umuman boshqa devorlarni pokraskaga berib chiqqanimizdan keyin yoki rang tanlayotgan paytimizda renderdagidek, misol uchun mana bunaqa shaklda bir xil, ya'ni rangini iloji boricha birga bir chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni naglaz qilish ko'pincha xato bo'lishi mumkin. Ya'ni bu o'zida qancha ishlaganingizdan bog'liq. Naglazda to'g'ri chiqarishingiz. To'g'ri chiqarish uchun iloji boricha sizlarga bitta sayt beraman, linkini. Ya'ni mana bu sayt hisoblanadi. Hozir ko'rsataman. Mana bu sayt. Ya'ni HTML Color Picker degan sayt bor. Saytni linkini guruhga tashlab qo'yaman. Ya'ni ustiga yozib qo'yaman shu narsani. Sizlardan kerak bo'lgan narsa shu saytga kirganinglarda rasmni o'sha bizga kerak bo'lgan devorni, misol uchun yorug'roq, o'rtacha qismidan olamiz. Misol uchun qop-qora qismidan olsak, bizga qora joydan olib beradi. Bizga aynan shu joylarda turib, bizda mana shu saytga kirib, Color Picker degan joyda mana bu Pick from Screen degan joy bor. Shuni bosib, bizda mana bunaqa narsa chiqarib beradi sichqonchada. Shunda mana bu joyga olib kelsak, bizda mana bunaqa shaklda chiqarib beradi. Ya'ni Santuni degan rang ekan bu. Rangni endi biz xuddi shu shaklda rangni chiqarishimiz mumkin. Endi Revitga o'tib, misol uchun Revitga o'tib, materialni ochib, material editor ochib, bunda kirib, mana bu joyda pokraska tipini o'zgartirishim mumkin. Misol uchun bundan kopya olaman nomini o'zgartirib qo'yaman. Misol uchun pokraska tip bir deb qo'yaman buni. Misol uchun endi yo 2 deb qo'yaylik, qora berganmiz bunga. 2 deyman va rangini tanlashim kerak bo'ladi. Rangini yana mana bu joyda. Xo'p, mana bu krasniy, zeleniy, siniyni yozishimiz kerak. Shunda to'g'ri chiqarib beradi saytdagi rang bilan bir xilda. U qayerda bo'ladi? Ya'ni mana bu RGB deb yozib qo'yganda 130, 115, 96 yozsanglar 130, 115. 130, 115 yana qaytaman 96. 96 desam, xuddi shu rangni chiqarib beradi bizga. Faqat biz endi aynan xuddi shu shaklda to'q rangda berishimiz shart emas. Ya'ni Revitda sal grafika bilan ishlashda rangni ochroq qilib bersak, chiroyli ko'rinadi, shtobi pesatdan chiqqandan keyin ham. Shuning uchun teparoqdan sal beramiz. Ya'ni shu shaklda. Mana bu narsalar o'zgarishi mumkin. Bu rangni biz topib oldik shuning uchun. Mana bu joydan o'zgartira olmasanglar bo'ldi. Faqat och to'qligini nazorat qilamiz. Ochroq qilaman, OK deyman. OK qilsam, xuddi shu rangni bizga chiqarib beradi. Hozir bundan ham och qilsak yaxshiroq bo'lar ekan. Bundan ham sal ochroq qilamiz. Mana bunday shaklda och qilsam chiroyliroq ko'rinadi. Mana. Ancha ko'zga chiroyliroq ko'rindi, renderdagi bilan sal bo'lsa yaqinroq keldi. Biz hali keyinchalik rangni o'zini palitrasini beramiz. Ya'ni rangini RGB kodini yoki boshqa rangni kodi bo'ladi. O'sha rangini kodini beramiz hali. Misol uchun mana bu 827 360 Santuni rangi ekanligini. Aynan bu rang bo'lmasligi ham mumkin. Buni dizaynerdan aniq olishimiz mumkin lekin. Dizayner orqali so'rab olsak, dizayner bizga render map yoki rangni palitra kodini aytadi bizga. Shunda rabochkaga kiritib ketsak bo'ladi. Shunga qarab, mana bu moldingni yoki karnizlarni yoki plintuslarni, moldinglarni rangini o'zgartirib ketamiz. Shunga moslagan holatda. Rang tanlash masalasi shu shaklda bo'ladi va qolgan devorlar, otilkalar yoki boshqa materiallarni ham renderga qarab qilmoqchi bo'lsak, shu shaklda hozir aytganimdek yorug'lik yoki o'rtacharoq joyda turgan holatda rangini olamiz. Shu hozircha hammaga stop. Rahmat.